Bekobod tumaniga Bekobodliklar hamda Bekobod tumani ahliga bayram tabriklaringiz. Albatta bugun avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchalaringizga yosharish fasli, bahori ayyom, Navro'zi olam muborak bo'lsin azizlar. Bugun Navro'z bayrami Bekobod tumanida nishonlanmoqda. Biz bu bayramda ishtirok etayotganimizdan juda ham xursandmiz. To'g'risini aytsam, bitta tumanda bayram bo'lsa bori mana shuncha bo'ladi. Bundan ortig'i bo'lmaydi. Bitta tumanning bayrami xuddi bir viloyat nufuzida bo'lyapti-da, endi olganda. To'g'risi shunaqangi atmosfera, xalqning kayfiyati, shunaqangi xursand qildi meni. Hamma muxlislar bilan o'ynab mana ko'ryapsizlar mana. Qaraydi ashulalar vaqti yetganda hamma bilan o'ynardim. Ko'stimasi yurtimizga ilohim Bekobod ahliga doim tinchlik, xotirjamlik, Navro'z olam yana bir bor muborak bo'lsin. Doim bayramlarda ko'rishib turaylik. Butun yurtimizga mana shu go'zal bayram muborak bo'lsin. Tinchligimizga, O'zbekistonimizga ko'stimasi azizlar. Rahmat. Sog' bo'lsin.